o'tdi. Assalomu alaykum bahor bayramimizning bayram tadbirimizga yig'ilgan aziz ustozlar, hurmatli ota-onalar, jaddiukajonlar, zaminimizga tashrif buyurgan bahor yangilanish, yasharish tasdiqlandi. Sizlarni bahor bayramidagi barcha bayramlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bu bayramlarni tinch osuda kutib olishingizni Allohdan tilayman. Biz bahor bayrami mavzusida qizlar bellashuvini tayyorlab kelganmiz. Mana shu bellashuvni ochib berish uchun so'zni maktabimiz direktori O'rta Qurbonboyevga beramiz. Mana bugun biz bu yerga yig'ildik. Bahor bayramining birinchi kuni qizlar bahsi, ya'ni qizlar o'rtasida qizlar bellashuvini o'tkazish maqsadida shunga yig'ilishdik. Avvaliga sizlardan hammangizga kelib kelayotgan, yaqinlashib keladigan Hayit bayrami bilan tabriklayman. Hammangizga sog'lik, salomatlik, oilangizga tinchlik, yurtimizga tinchlik tilayman. Mana bugun maktabimizning mana a'lo o'quvchilardan, mana shu yerda qizlarimiz o'zlarining uyiga tayyorlab kelgan barcha neki qo'ldan keladigan ishlari bo'ladigan bo'lsa, shuni sizlarga namoyish qiladi. Bu qizlarimizga omad tilayman va kelgusidagi ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Ulardan hozir kelganlikda mana shu kechani tomosha qilishni ochiq deb e'lon qilaman va birgalikda shu tartibni saqlab, hurmatli o'quvchilar, tartibni saqlab tomosha qilishni sizlardan bir marta iltimos qilaman. Qilishdan boshlaymiz. Tanishtiray sizlarga so'ngir toshli qizlarni, bilim oling qizlarni, qora ko'zli qizlarni kelgan. Talonni juda ham yaxshi ko'radi. Oilasida erkatoyi, oq rangni sevadi-yu, uzun va qora rangni ko'proq ko'radi. Kelajakda orzusi tikuvchi bo'lish. Marhamat, Bostay va Sadoqat davraga tashrif buyurmoqda. Toji va Mehrizo oilasida 5-marta oq rangni juda ham yaxshi ko'radi. Zamonaviy kiyinishni yoqtiradi. Taloq va ko'kishlarni juda yaxshi ko'rib yeydi. Chiroyli kiyimlar tikishni orzu qiladi. Marhamat, ikkinchi raqamli qizimiz Toji va Mehrizo. Yusuf Olimiyevna aytmoqchi, 1984-yil 30-mayda dunyoga kelgan. Uchinchi farzand, oilasida ikkinchi qiz, sevgan taomi, 5 barmoq, brilliant bozor. Qizil rangni xush ko'radi, oq rangni ko'proq ko'radi. Kelajakda orzusi murabbiya bo'lish. 4-chi nomer bilan gaplashayotgan qizimiz Alloberganova Anajon, brilliant o'zbek. Laqabi Anton. 1985 sentyabrda dunyoga kelgan. Sevgan taomi sukunchi, tanlagan kasbi shifochi, ya'ni qalamchi yigitchi. Marhamat. 5-chi raqamli qizimiz Qurbonboyeva Aziza, Shomurod qizi. 29-sentyabrda tug'ilgan. Sevgan taomi sutdan pishirib yeyish. Kelajakda orzusi prokuror bo'lish, oq rangni xush ko'radi. Bo'sh paytlarda qo'shiq kuylab raqs qilishni yoqtiradi. Prokuror bo'lish orzusida bo'lsa ham tikuvchilikka qiziqadi. 5-chi va oxirgi qizimiz Qurbonboyeva Aziza. Marhamat. Tong gullari
Ustoz Muratbekov. Huquqiy fanlar olimi O'rta Kattaboyeva. Endi stadion orasida bayram o'ynadi. Ilohiy o'yin quvlat o'yini. Hamon qarangiz boy-boyina eshitgan hujumlar larzaga tushar. Alov yigitlar natijaga tushar. Endi sizlarni shartlar bilan tanishtiraman. Birinchi shartimiz tabrik. Ikkinchi shartimiz xoliy ayyom. To'ylar sayliga ulanib bitadi davom. Bahorning birinchi kunidir bugun. Arifli kunina bahor kelibdi. Endi sizlarni qizlarimizni tabriklari bilan tanishtiraman. Aziz onajonlar, dilbar singillar, ayollar orzingiz endi ushalsin, toshlardan yursangiz ko'karsin gullar, qutlug' poyingizga jabdi qo'shalsin. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, Mehridaryo ustozlar, hurmatli tengdoshlarim, jajjulkajonlar va dilbar singillar. Mana biz orziqib kutgan bahor fasli ham yetib keldi. Bahor fasli bayramlarga juda boy. Mana bahor bayramlaridan biri 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayramidir. Men shu fursatdan foydalanib, barcha ayollarni kirib kelayotgan xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ayollarning lablarida kulgu, chehrasida tabassum arimasin. Men barcha musulmon xalqini kirib kelayotgan Qur'on hayit bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana salotli kunlardan keyin o'lkamizga bahor bayrami Navro'z olam kirib keladi. Navro'z kelgan, bahor kelganda bog'imiz o'zgacha tusga kiradi. Daraxtlar uyg'onadi, kurtak ochadi. Mana bu yil prezidentimiz Islom Abdulaziz Karimov onalar va bolalar yilini e'lon qildi. Mana shu onalar va bolalar yilida barcha onalarga oilali baxt, uzoq umr tilayman. Bolajonlarimizga esa aqlan yetib, jismonan baquvvat bo'lishlarini tilayman. Men sizlarni yana bir bor Navro'z olam bilan chin qalbimdan tabriklayman. Chinor soya bo'lsin ona boshiga, tog'lar singillarga qalinchak bo'lsin, kelinlar yetsinlar momo yoshiga, qizaloqlar o'zi kelinchak bo'lsin, uyingiz yorishsin vafo nuridan, mehr gul ham bo'lsin sadoqat chiroq, biz sizga joy berdik ko'ngil to'ridan, endi yo'lingiz boy, boshingiz kiroq. Endiki navbat ikkinchi nomerli qizimizga. Marhamat. Kimdir savol berdi, aytgan Muhammad. Kimga ko'p yaxshilik aylay ey o'zing, ota-onamgami yoxud bolamga? Rasul javob qildi, tingla birodar, gapimni ushbona quloqqa ilgin, imkon topa olsang dunyoda agar, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bu hikmat sharhini o'yladim uzoq. Rostdan ona yurur qiblai olam, garchi birgamiz ham qadrimiz biroq, onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar, Qashqadaryo ustozlar, mo'tabar onajonlar, Munisa opa-singillar, barcha barsangizga kirib kelgan bahor fasli qutlug' bo'lsin. Sizlarni yana bir bora kirib kelayotgan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami, Navro'z ayyomlari bilan chin qalbimdan samimiy muborakbod etaman. Azizlar, mana yangi asrimizning yangi yilini yurtboshimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov onalar va bolalar yili deb e'lon qildilar. Bu ham prezidentimizni onajonlarimizga bo'lgan mehr muhabbati va bolajonlarimizga bo'lgan chuqur hurmat ehtiromidan dalolatdir. Azizlar, bahoriy kayfiyat, go'zallik tarovati sizni hech qachon tark etmasin. Jannat onalar oyoq ostida deb bejiz aytishmagan ota-bobolarimiz. Ilohim
Podshoh bayramimizga tashrif buyurgan ekansizlar. Sizlarga katta rahmat. Siz aziz mehmonlarni kirib kelayotgan bayramlaringiz bilan tabriklashga ruxsat etgaysizlar. Mana buyuk prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov 2001-yil onalar va bolalar yili e'lon qilganlar. Men sizlarning barchangizni onalar va bolalar yili sizlarga sog' salomatlik tilayman. Avvalambor yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. Bayramlar bilan ulashaversin. Mana barchalaringizni kirib kelayotgan bu banday bayramlaringiz bilan chin yurakdan muborak etdim. Va shu o'rinda barcha musulmon xalqini shu ayyomlar bilan yana bir bora muborakbod etaman. Shu yerda o'tirgan mo'min ayollarimizni, Munisa onaxonlarimizni, Shirindan Shakar opa-singillarimizni ham kirib kelayotgan 8-mart xalqaro xalqaro bayramlar ham chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga baxt, saodat, hamisha chehrangizdan tabassum, lablaringizdan kulgi, aziz ayollar, opa-singillar. Mana Navro'z ayyom ham kirib keladi. Tashqalarida simaringlar, mevali daraxtlar ham gullay boshlaydi. Shu ayyomda barchangizga sog' salomatlik, uzoq baxt, saodat tilayman. Dunyoda eng yaxshi tilaklar bo'lsa, hammasi siz aziz mehmonlarga. Sizlarga hamisha oilaviy baxt hamroh bo'lsin. Onaning ko'zlari ko'rmasdan qoldi. Tun bilan kunning farqiga bormas. Ko'zidan olamning ko'rki yo'qoldi. Ommaki ko'zini eshikdan uzmas. Bedarak yo'qolgan o'g'lining g'ami ko'ksini tosh qilib ezib yotadi. Ko'zidan qurimas hali ham yoshi, hali ham o'g'lini yonib kutadi. Sochiga og'ushdi, bel to'kildi. Yuzlarini qopladi, to'lkadi ajin. Oxiri topolmay chorasin, ormondan yonadi. Topolmay ilojim, chorasin topmadi. Ne donalar ham hammasi hayratdan yoqasin tutdi. Va lekin farzandi kirib kelgan chog' onaning ko'zlari ochilib ketdi. Jannat onalar oyog'ida bejiz ochmaydi. Hamisha onajonlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Yana bir bora bahor bayramlaringiz bilan tabriklayman. Rahmat. Endi navbat 4-novelli qizimizga. Avval onalarning ochgin yo'llarin, onalar poyiga sizcha o'sha on, duo qil ko'zga surt o'pgin qo'llarin. Hajar onamizning lidosi sabab, Ka'bada ko'z ochgan oq zamzam ham bir umr talpinish onaga qarab. Ne payg'ambarlar ko'zlaridan ham. Assalomu alaykum muhtarama onaxonlar, mo'tabar ustozlar, Shirindan Shakar ukajonlar. Mana bugun Zumrad Tepinyoyi kelinchak misol bahor ham kirib keldi. 21-asr, ya'ni 3-mingillikda ilk bahorda sizlar bilan uyg'or ko'rishib turganimdan bag'oyat mamnunman. Asrimizning ilk yili 2001-yilda prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov onalar va bolalar yili deb e'lon qildilar. Shunday ekan, yasharish va yangilanish faslining ilk ulug' ayyomi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami, faslboshi yilboshi Navro'z ayyomi barcha musulmon xalqlarini Qurbon hayiti bilan samimiy muborakbod etaman. Ha bugun elda ham, dilda ham bahor. Shodlik qandalarini falakka tutash, bugun ertalabdan yigitlar qatori Aktor do'konida asrlar talash, otaxon chollar ham tavozi bilan 70 yillik yorin sizlab turibdi. Bugun shoirlar ham o'z bisotidan eng yaxshi baytlar izlab turibdi. Bu kun ayyomingiz muborak qilib, Zumrad sepini yoyibdi bahor, bahoriy kunlarning bo'lib, olam go'zalligi qolsin barqaror. Bugun ayyomingiz muborak qilib, Zumrad sepini yoyibdi bahor, bahoriy kunlarning husniday bo'lib, olam go'zalligi qolsin barqaror. Bugun o'zgachadir jilvai olam, bugun o'zgachadir borliqda hamda, bugun ko'zlarimga go'yo quyosh ham shafaq ko'zmanda, tarang chilmanda. Bugun tong egnida atlasdan ko'ylak,
5 5 Radikal beramiz.
Baltay ve tabağa kelek çıkarış yar ifadeler.
Ömrün uzak bol ver. Yüzgeyi sen yırlak geleysen, ömrü günün kök babay bak yollaysan. Her mektep dilini ifade ederseniz. Naomi, yarışkıyı var ve yaşlı format olsun. Süt şehirde bakımı, bilmez, gülüce, gülgüsü. Hani sorunlar sen de oylak verin. Yarışkıyı bağıyında vakti sağlayın. İyi aklıma. Biz bana evde baktığınız tatlı, oğlum bizi çok bırakmamış. Şirkanı ikilik kanı. Seslerin kilitli, bul.
Suna yakalar benim mahallemizde dostum, karanlığında kalıp basman, mektebimiz direktörü, Kulbanbay Amanbay ekibi mektebimizde yazılsızım, ilanımızda da çözgü, tevil işimiz buna, salay ve gireceğini benim. Zikri gözünde koştun onlaşkan, mektep içinde türlü gepler bilen katnaşkan, ulaşmayınlar, bağlanmıştı benim. İncümercan işleri, yüz baskan din işlerim, mektebimiz neler güzelim, şahsana ustafında benim. Pahlasanız girin gülleyen bağa, bağdan tutup kalan en falan bağa, sizde vardı acayip bir damla, manyakı bu adamlarınıza benim. Patıl iken yakala, gözbeni şekli arkala, idi damoy damoy, idi damoy damoy, rahim oğla benim. Ağzı bununla uymak değil, rengin oyun kaymak değil, çıkan modadan kalmadan, Rahman oğla benim. Zamanlığın gelişi budur, bunun yokluğu şudur, kan bilen dağlar çürünedir, yüklediğim ocağa benim salam. İki yolun teleki, İngiliz dilini teleki, binada atamıza benim gelin. Sözleri dana dana, tedbir sinan yöllete koysun bana, münevver mutfağımıza benim cüzdan. Güynekleri bilmelim, komşu gözlü sürmelim, divarcan atamıza benim. Sözleyen sözleri saymaktır, altı bununla uymaktır, ikinci eyvallah benim cüzdan. Barvan yerinde kol etken, güneşinize doğal etken, Cem Sovetimiz yani Fatır Güzel
Bunca gelin aklı. Aydın da olur. Mehmanlar geledi, kudalar geledi, dostlarlar geldi. Komşular, gelin aklı. Toy efendim, toy. Kudalar geledi, sazendere geledi. Kudalar geledi. Ana kudalar geldi. Yaxşı geldinizler. Kudacan, havada otursunuz. Bek içine. Ece, bunun gazetesi arka. Enesini canı bebek, bağda zikni boğran, bağda iyisini bağlan. Bu kimde neyi verersin? Hiç kafanı neyi verersin? Bana iyisin sen yan senin bebek. Bebek. Anasını çağlı bebek, atasını malı bebek, at bebek, pul bebek, atak enenglen pul bebek. Enesine gürün diyen sızır gerek, atasına gitbil diyen taşın gerek, ağasına kırıl dalan maskil gerek. Bebek. Atasını malı bebek, anasını canı bebek, kavga keyifli balası. Bu kimde ne veresi? Hiç salay onu ne veresi? Bebek, can bebek, ata bebek bulan bu bebek. Bu kimde ne veresi? Uğrat bir onu ne veresi? Yakar Bebek, atasını malı bebek, enesini canı bebek. Bu kimin neveresi? Salayvan neveresi? Bir yürüyende ayakına can girmezsin. Şuradakilerini size güçlü değmezsin. Zafer, şimdi sırtlar vaziyetini bir şey yapamaz. Hukumuzu satamaz. Ya, apatı giyin Allah'a emanet. Allah!
Şimdi yapacak evet. Karesi, ruhunu saklı, sınıfa. Apa saklı ruhunu, saklı. Ruhumda sattım aldın mı? Ruhumda sattım aldın mı? Ruhumda sattım aldın mı? Bana saklı olun. Ruhumu sattım aldın mı? Ruhumu sattım aldın mı? İkinci rakamlı kısmı Allah Beyce ve Eracan Allah'a yetiş ruh fazlatları. İslam vatan yoldaş sen, aman iyi, elle ya elle, ukle karıyı, elle ya elle, İstiklali bana cecigden elle ya, baktım getir buraya. Aman ağım çaldı. Endi üçüncü rakamlı kızımız. 5, 5, 5, 5. Endi dördüncü rakamlı kızımız. 5, 5, 5, 5. Endi beşinci rakamlı kızımız. 5, 5, 5, 5. Jalanımızga beramiz. Marhamat.
Şahane sağlıkta, şahane
уже bezagan bo'ldi. Bezagani ham shunday chiroyli chiqqan. Men guvohi bo'ldim, unga 5 ni qo'yaman. Ikkinchidan, Bitovlar Ne'matnisa ikkinchi bo'ldi. Qurban ishini tamom qildi. Bezanishi yaxshi bu qizimdan 5 ochko qo'yaman. Ikkinchi bo'ldi. Uchinchi qizimiz Qurbonboyeva Adiba 5-nomer qizimiz. Buni bezatisham gullar bezatgan. Yaxshi bezatgan 3-marta bo'ldi. Bu qizimizdan 5 ochko qo'yaman. Sabohat Boltayeva bayram bilan tabrikladi. Tortisini chiqishi, bezalishi chiroyli. Mana bayram bilan bu qizimizdan 5. Ilayim Hajiva Medinsa shunga ajoyib. Ben bir de kutusundan 5 koyamam. Yana vazifalar beramiz.
Bolalar uyuna. Medreseler bildirgen bo'lar. Endi ikinchi raqamli qizimiz Rahmat, savol. Menga quyidagicha savol tushdi. Qo'lingizda bir dasta gul. Uni kimga sovg'a qilgan bo'lardingiz? Men avvalroq sovg'amni onajoniga, keyin ustozlarimga sovg'a qilgan bo'lardim. Rahmat. Endi uchinchi nomerli qizimiz taomlasalar. Maktabimiz qachon ochilgan va unga kimlar rahbarlik qilgan? Maktabimiz 1982-yil ochilgan va birinchi direktorimiz Akajon Baktirdilar rahbarlik qilgan. Undan keyin Yusuflar, undan keyin hozirgi rahbarimiz Qurbonboy Boboqo'ydir. Rahmat. To'rtinchi nomerimiz savol. Biron narsa she'rli ifodani o'qib bering. Mana bu onajon, necha kunki yo'q oromim, kelolmayman hushimga. Onajonim kechalari kirib chiqar tushimga. Qo'llarida oq yulqug'i, oy nurida yaltirar. Onajonim imlab meni toshlariga chaqirar. Keltirarlar go'g'ogishi, ko'zlaringda hayajonim. Üçüncü rakamlı kızımız. 5, 4, 5. Dördüncü rakamlı kızımız. 5, 5, 5. Ahırki 5. rakamlı kızımız. 5, 5, 5. Endi 5. şartımız bahar bayramıga bag'ishlab gullarni yasash. Marhamat qizlar.
Menen akuratını deb bezegen menen gönlünden 5 koydu. İkinci nömerimiz Taciva Mihrinisa Bam akuratını işlegen menen özünüz duası olurlar. Menen buna 5 koydu. Üçüncü nömerimiz Yusuf'a Mihrinisa Birimhan. Şimdi hareket kılgan 4 aşk oldu. Allah bergen ve anacan. Şimdi hareket kılgan bir deşe. Peki aynı temsilcileri var. Yine üzerinde duası bulurlar. Doğruna. Çok önemli koydum. Kızımız Kurbanbay ve Edibe Kuların Ya, bulan eskasına gel yoktan kabinesi değil mi? Bulan eskasına Kurbanbay ve Edibe'nin kızımız kızlarımızdan kılgan işlerine temsilcilik yok. Peki kılgan, hareket kılgan. Biz eşkeler baha beş gerek bu hakikati. Hakiki bize bir yerden şu bezalara kılıç koymandan keyin bize hakiki bahanı koyamaz. ben gelin olsam buna alsam buna. Lekin bu kızımızda ham dövme koyamaz. Neyse, görünler. Bize kılıç şartları lekin. Rahmet.
Növbətli jürilərimizə beraber axırki ümumi bahalarını şəfqət verədilər. Oquvchilar, maktabimizda tashkilotda jadval mehmoni. Mana hozirgi istadim. Rahmat bayrami 8-chi Kızlarımız yaşlar yapıp görüşken, şunlarımızda Allah'ın karşısına yaklaşık biletleri 8. Mart Beyram'ın Navruz Beyram'dan çıktıklarına bildiğime elbimize uzatılmış selametlik dilimiz büyük bayramları, büyük beyliklere sağlık selametlikleri yetiştirdiğimiz ben de bugünkü ilçenin yayınlı kısmı ilk mevzusuna tamaşa etmek istedim. İlk mevzuya uygun bolalarımızla 6 şart boyunca algan şu kızlarımızın bolalarını bildiler. Cemiyesine ait şu kızlarımıza oturlarını bildiğimiz. Yine birinci oranlardan kızımız Hüseyin Kolu başkası fiksinlersin. Bu fakat neticesi her kimde özünü tiyargarlıkını, şu köşeye tiyargarlık görüyorunu neticesi sağlar. Büyük sınır kapalı oluşmamız, yorunu aldım yani kursel kılmış. Her kim meyve ise, bizler onun meyvesini tükürüyor. Demek her kim yine de onun meyvesini tükürüyor. Gökmenler şu kızlarımız meyvesi değil almışlar. Birinci kursumuz Olçak Tuğçak 89 bal yolu. İkinci kızımız 90 bal yolu. Üçüncü numaralı kızımız 83 bal yolu. Dördüncü numaralı kızımız 88 bal yolu. Beşinci numaralı kızımız 86 bal yolu. Birinci oranını ikinci numaralı kızımız aldı. İkinci oranını dördüncü numaralı kızımız 88 bal aldı. Üçüncü oranını birinci numaralı kızımız aldı. Ana şuna dördüncü oranını beşinci kızımız, beşinci oranını üçüncü kızımız aldı. Bu kızlarımızla okuşarken muvaffakiyetlerimiz, bundan kendi hayatlarında sağlık, selametlik, yukarı mertebe kızlar olup, baktığımızda olsalar, yergenlerimize hepimizle rahmet, bazı mükafatlarını tapşırışına kendi koyuyor tapşırırız. Yüküne bulunur. Şahsi mükafat
hizmetçilerimizle Kudayet institutlara, ağır kurumlarına girip işlerini bacarsın. Hem de bize rahmet